Videoni boshidan bittadan like deb bosib, Bobirjon otangga rahmat. Gaziga bos, yorib turib videoni deysa, xudo xolasa aka yorib beraman narx. Hurmatli onalar, videoni oxirigacha kuzatasizlar. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish knopkasi bor. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh har kuni mana shunaqa zo'r videolar sizlarni kutadi inshaalloh. Sariq sovliqda ham udorlarda narx arzon. Lekin qo'y olmasalaring ham havas qildim Bobirjon, o'g'illarim, nevaralarim ham senga o'xshasin degan inshaalloh bittadan like bosib, kommentga Bobirjon ming rahmat, otangga rahmat, gaziga bos deb turasizlar. Videoni boshladik Eldor aka. Yoramiz narx. Ha barbar aka. Hurmatli obunachilar, mana ketaverdi. Kecha bu qo'ralarda rang-barang qo'ylar turadi. Rang-barang qo'ylar turadi. Bugunga mondaqa isori simjullardan olib keldim. Narxi undaqa haligi isorini puli emas. Semiz akana. Bizda bilishadi, videoni boshidayoq bu qo'y qancha chiqishini hamma taxmin qilib, taxminan biladi. Taxmin qilib, kommentga ham yozib qo'yishaveradi. Bo'ldi. Xo'p, akalar, inshaalloh mana ko'rib turibsizlar. Obunachilarimizga ming rahmat. Kecha ham poddeshkani yorib yuborishdi. Sababi 6 da video joylagan edik. 6 da. Xudo xolasa mana hamma kelib olib ketdi. O'zi ertalab joylash yaxshi ekan. Ha, ertalabda noharda bo'lsa, biz ham lekin tinganimiz yo'q. Sizlar uchun, faqat sizlar uchun obunachilar. Mana akalar. Eldor aka, bular nima deyapti? Zo'r ko'z tegmasin. Bular hozir qo'rada hamma qo'y qisirmi? Bayda hammasi qisir, bo'g'oz undaqasi yo'q. Hammasi qisir gigantlardan. Mana akalar. Bayda sariqlarda yaxshilardan bor. Yirik ekan bular ham akalar. Hammasini yoshlari ham zo'r. Bugun keldim bular 6 tish qo'ylar. Undaqa 2 tish qo'y emas, 2 tish qo'y bunday bo'lmaydi. Qachon keldingiz bularni? Bular namoz paytida yetib keldi ertalabga. Hammasi yangi taxmal. Yem qashaylarni berdingiz. Kechqurun tushirdik soat 11:12 da. Ertalabga oxirgi partiyamiz ertalab namoz paytida keldi. Mana hurmatli Eldor aka, men qo'ylar qara. Nima deya? Bayda imirjirig'i yo'q. Hammasi gigant zo'ri. Eng oldi navidan deydi-yu, suyalik go'sht yo'nalishiga kilani yorib yuboradiganlardan olib keldim. 85lari ham ko'p ekan-a. Ha, 85lari ko'p emas, 85 pastida da yo'q asli. 80 dan baland. Eldor aka, bu tomonchi bayda bir partiya emas. Bayda o'rtadagini ko'rsatdi. O'rtani keyin ko'rsatamiz, chekkalarni ko'rsataylik. Bayda sehrli qo'za qaynab turibdi. Keldi ketdi qo'ylarga mana shunaqa yemlarni pishirib beriladi. Endi to'xti Eldor aka, kechqurundan biri yem beryapmiz. Baragasini bersin. Aytganingiz. Qo'y shunchaki keldi bir kepagalab chiqib ketsin emas. Yo'q, qonini kakpalojini to'yg'izib. Mana Eldor aka sog'liqladi. O'sha gigantlardan. Bayda haligi ariq-tiriq qo'y yo'q. O'sha kilani ham yorib yuboradigan sortlardan. 6 tish ekan. 6 tish. Ko'rsating. Yo'q, o'zi standart. Eldor aka, mana qo'ylar qarang, gigantlardan. Hirish. Sinjuli zo'r ekan. Eng qizig'i. Ilgarigi narxlar qaytdi. Shunday narx aytaman, Eldor aka. Hali yo'q chiqarib. Bu tomon bitta narx bo'ladi. Chekka bitta narx bo'ladi. Bir dona bitta narx bo'ladi. 1000 dona bitta narx bo'ladi. 1000 so'm deymanmi? 1000 so'm tanlab olishi. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi, 100 ta olasizmi? Hozir o'rtada qo'ylar narx qo'yamanmi? Bitta oladimi, 10 ta oladimi, narxi bir o'zgarmaydi. Xo'p, akalar, dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Endi qaranglar. Buni qo'ydi yungi xunuk ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Bu 1-2 haftadan keyin tulaydi, boshqa bo'ladi yoki yungini oldirishingiz mumkin. Mana shu holatga keladi. Endi hammasi mana shunaqa simjun bo'lmasligi mumkin, lekin bu holatdan mumkin emas. Hammasi mumkin. Yo, endi masalan Eldor aka, mana o'zingiz ko'ring. Ular ham ko'rib olishadi. Hammasi simjun. Yo'q, simjun, rang baribir hammasining farqi bor. Xuddi shu, yo'q, to'g'ri, qizg'ichroq, qoraroq hammasi kashdan qo'yiladi lekin. Mana akalar. Mana buni ham shu mana to'kilib bo'pti yungi. Mana shunaqa holatga keladi. U ag'dag'i ham tulayapti Eldor aka. Endi mana bu holat qanaqa ko'rinyapti-yu, bu holat qanaqa ko'rinyapti. Shu ozgina e'tiborini berilsa, qo'ylar holati zo'r. Yeb ichishda muammosi yo'q ekanmi? Yeb ichishda muammosi yo'q. Ekmahal ovqatini berdik. Hozir oxirgisini yaqinda berdik. Kelganda bir marta, hozir bir marta. O'rtani ham ko'rsatamizmi? Suv ichish, yeb ichish hamma yo'g'i cho'tki. Faqat paddeshkani yorib turinglar, narxini yoraylik. O'rtadagini ham ko'rsatingdi. Xudo xolasa gigantlardan Eldor aka. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Keyingi bekat
Paxtakor deydi-yu. Ana akalar. Son nechta buni? Sonini bilmayman beyda qo'ylar. Barakasi o'chadi, sonni. Barakasi o'chadi. Akalar mana. Nima deyapti bu sovliqlar Eldor aka? Yo'q, qo'ylarning holati zo'r, yomon emas. Bitta aylantirib so'kkan. Gigantni qo'ydi, gigantni. Akalar Lekin og'izga kelgan pulda aytlavermaydi, 7 million edi, 8 million edi. 9 million deymizmi? Yo, biz dollarda aytamiz deydi-yu. Xo'p, akalar mana hozir qisir sezon boshlangan payt. Avjida. Hozir Qisir sezon boshlandi. Hozir olib qo'yib, buni qo'chqor qo'shadigan sezongacha boqib tursalar ham yaxshi foyda qiladi. Sababi qo'chqor qo'shib ozgina yelini bilinib qolgandan keyin olib chiqasiz. Xudo xolasa. Yaxshi foyda. Sababi o'tgan yil o'zimiz sizdan olgan obunachilarimizga yana obzor qilib berdik. To'g'risida hamma ko'rdi. Qanchadan olganlarini ham bildi hamma va nech puldan to'g'ri kelishini ham bildi hamma. To'g'risi. Buni qo'y turgan sari go'sht o'sishini hisobiga ham farq qo'yapti. Go'shtning narxi hisobiga oddiy hisoblaganda ham. Endi bu hozirgi narx, Eldor aka. Endi o'zingiz ham bilasiz, buni Qurbonlar aytgan, Xudo xolasa 20 aka atrofida kun qoldimi? Yo'q, 10 kunmi, 12 kun qolishi kerak. Endi ash Qurbonlar aytdan keyin narx o'zgaradi. U endi bizni qo'lda emas. Rosa paytda qo'yib qoldigan. O'shancha buni bosib yubordik gaziga. Shunaqa. Ertaga ham Xudo xolasa yangi partiyalar chiqaramiz. Ertaga kechqurun tushiramiz, ertaga chiqaramiz inshaalloh. Mana akalar. Faqat paddeshkani yorib turinglar. Qo'zlar sig'may qoldi ko'chada. Ha, bormi qo'zlar ham? Ko'chada. Ularni ham chiqartiramiz. Kelishi o'zini o'zingga ham. Qo'zlarni ham zo'rlar. Ko'rsatamizmi bugun videoda? Ko'rsatamiz, videoda ham ko'rsatamiz. Narxini ham yoramiz. Xudo xolasa. Voy, narxini ham qo'zini ham bor, donaga ham optimga ham qo'yib beraman. Shunaqa qiling. Bitta ham, 10 ta ham narx bitta ketaveradi. Voy, buni nech pul qo'yamiz? Narxdan boshlaylik bo'ldi. Narxini Eldor aka. Bizda dona ham optim ham narx bir xil deyildi, boshladik, xuddi o'sha stilda. Inshaalloh. Hop. 7 million 8 million emas. 6 million emas. 5 million 800 ming so'mdan olishaveradi Eldor aka. Kami bor. 5 million 800 Eldor aka, uyalim. Kami bor. Uyalim. O'zingiz ko'rib turib, Eldor aka. Boburjon, yo endi qarang. Hech kim aytganiga sotmaganda, misol uchun endi bir gap. 2 oy oldingi narxini hamma bilardi buni. Xuddi shunday. Endi 2 oy o'tib ketdi orqada. Hozir sezoniga kelindi. Qisir sezonda nima kutishadi mana. 2 oy oldin bular bo'g'oz. Yilda 2 ta sezon kutiladi. Yilda 2 ta sezon. Bittasi qo'zi sezon, bittasi qisir sezon. 1 yilda bir keladi. Nima uchun kutishadi? Narxi arzon chiqadi. O'sha 8 million, 10 million olingan qo'ylar teng yarim bahosi bo'lib ketadi-da. Eldor aka, mayda-chuda qilmaymi? 5 million 700 dan. 5,5 million so'mdan optimiga 5 million 700 dan. 5 million 500 dan. Yo'q, optimni gapirmang. Optimmi, donami, 5 million 100 dan. 5 million 100, 500 dan. 5 million 700 dan. 5 million 500 dan. 5 million 600 dan. 100 o'tgan 200 o'tolmaydi odam. Ha, o'tdim, barbar aka. Hurmatli obunachilar. Sotamiz. Maqsad sotish Eldor aka. 5,5 million so'mdan. Kelishaveradi, ishlarni bitirib beraman. Xudo xolasa mana holatlarni. Maqsad sotish, har kuniga yangisini bosamiz. 5 million 500 dan tanlab olishaveradi. Sariq arashan rangidan deyshadimi? Kashtalardan deyshadimi? Akalar mana mashq qo'ylar. Qo'chqarni qo'shing, bolasini oling, tayyor holatda. Bo'g'ozligida ham 8 ga yaqin qo'y bo'ldi. Qishda gap ochig'i. Shunday. Mana mana kashtalar yuribdi, mana shu qo'ylarni masalan o'zimiz reklama ham qildik. To'g'ri. Shu yelini sal bilinib qolgan. 7,5-8 million atrofida ham sotildi. To'ppa-to'p. Kelib ko'ring, imkoningiz bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, bosib olsangiz, xudo xolasa foydalanib qolasiz. Eldor aka, keyingilardan ham, yangilardan. Ketdik. Svej joyidan deydi-yu. Eldor aka, bu qatorda soni nechta bilmayman. Xo'p. Kim nechta oladi? Nechta oladi? Jabr ikkitacha qo'y bor. Nechta? Ikkita. Hozir montamanda ikkita chiqadi Eldor aka. Past. Hozir 350 ta atrofida qo'y bor. 350 ta atrofida mana shu qo'ramda turibdi. Qo'zilar barobatda. Buni soni ham bor. Hozir srazab keltiramiz. Kechqurunga yetib keladigan bo'lsa, shomdan keyin xufto mahalga yetib keladi Eldor aka. Xuddi kecha ham bunularda olib keldik. Kechga ertalabga qo'y tushadi. Har kuni yangi. Eski qo'y yo'q, qo'ymaymiz. Yo'q.
Sotamiz, kirganiga sotiladi. Maqsad sotish. Faqat paddeshkani yorib turinglar, maqsad sotish. Narx. Eldor aka, bayda ham, dona ham, optimum olishaveradi. Qurbonlikka so'yaman degan akalarimiz ham tanlab olib ketaversin. Tayyor holatdagisi ko'p, Eldor aka. Yo'q, ichida semizlar boshida 40 kilo yukka javob, 40 kilo. Narxidan gapiring, yukini gapirmang hozir. Mayda chudasi qilmayman. Yo'q, bo'ldi. Uni 5,5 million qo'ydim-a? Mayda juda qilmayman. Buni 5 million deysan. Buni 5 million qo'ymayman. Xo'p. 5 million ham qo'ymayman. 4 million 800 ming so'mdan qatarasiga ketaveradi. 4 million. Yana bitta gap aytaymi? Narigi tomoni ham ketaveradi. O, chekka tomon qani? Kashtallar. Kashtallar. Ikki tomon o'zi pashti bir xil. Pashti emas, bitta qo'ydi-da. Bo'lib qo'yganmiz xolos. Bitta ketaveradi. 4 million 800 dan ag'idan olishadimi? Bu tomondan olishadi. Narigini qancha chiqardik? 5,5 million o'rtada. Buni 4,5 chiqarsak bo'lmaydimi? Ammo siz faqat meni har kun sindirgan, egovlagan kelsiz. Endi farq qilish kerakmi baribir? Qo'radan farq qilmayaptimi, Eldor aka? Yaxshiroq farq qilsin-da. 700 ming farq qilyapti. 1 million farq qilsin? Yo'q, Eldor aka. 5 million qo'yganim yo'q. O'zimizda obunachilar uchun. 4 million 800 dan. 4 million 800 necha qimmatli qilib ketmas. Olgan odam bari shu oyiga bir 200 mingdan foyda qiladi-da baribir. To'g'risi. Tekis bo'lsin. Hep barbar aka. Bu tomon ham, bu tomon ham ketaveradi. Hamma maqsadi bari foyda qilish. Xuddi shunday. Yong'oq haqida hech kim ishlaydi. Narx qalay bo'ldi? Yo'q, narx yomon emas, zo'r. Killasiga ham, ag'i ham, bag'i ham kelib ko'ringlar akalar, kelib ko'ring. Onlayn savdo yo'q. Onlayn savdo yo'q. Kelib ko'rib, ustida savdo qilib olinadi. Xudo xolasa, hammasi kashtan variantidan. Olib borib junni oldirib, yemga tashlashaveradi. Sirazi qo'yiladi, qara. Sirazi tayyor bo'ladiganlardan. Xudo xolasa, holatlari zo'r. Inshaalloh. Ko'hrat qarang, Eldor aka. Mana shular simjinda, mana akalar mana shular ko'ryapsizlar. Usti xurik bo'lishi mumkin. Usti xurik bo'lishi mumkin. Mana hozir uzoqlashib olay. Mana Eldor aka. Qo'ydi qara. Yungini oldirsangiz, Eldor aka, men o'zim qo'rada bo'laman. Kelishadi, ishlarni bitirib jo'nataman. Bitta olishadimi, 2 dona olishadimi, 10 dona olishadimi? Kelishsin, ishlarni bitirib jo'nataman. Dastlabkasi o'sha gap. 12 ta viloyatga ketaveradi. Lekin bittadan like bosib, kommentga Boburjon havas qildim, bolalarim ham, nevaralarim ham senga o'xshasin. Tadbirkor bo'lsin. Otangga rahmat, gaziga bosib, qo'llab-quvvatlab tursin. Ularning ham farzandlari, otasiga rahmat beradigan farzandlardan bo'lsa inshaalloh. Xo'p, akalar, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Boburjon bilan 7 yoshdan 70 yoshgacha tanishadi akalar, bemalol kelaverasizlar. Qo'ydi turdan bo'ladi har doim. Hammasini ham chiqaramizmi? Yo'q, qo'zlar ham bor-da. Ketdiga. Qo'zlarni ham chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, mana qo'zlarimizni ko'rib turibsizlar, soni bir 20-30 ta bor shekilli-ga. Ha, 25 ta 30 ta bor. Yosh oyligicha bir 2 oy turganmi? 2 oydan baland, Eldor aka. 2 oydan balandmi? 2 oydan baland. Xudo xolasa akalar, mana rang ro'ylari, sifatlarini ko'rib turibsizlar. Eldor aka, kechagi partiyadan hammasini sotdik, 6 ta bir kishiga labz qilishodi, olib qo'ydik. Hali o'zim kelyapman dedilar. Ular endi ish bilan bo'lganmi, endi biz bilmaymiz. U o'sha 6 ta qo'y qoldi, 6 tani qo'shdik, qolgani bugun kelgan. 6 donasi o'sha kechagindan. Endi buni ham ketishaveradi. Xuddi shunday. Onlayn savdosi yo'q. Ustiga kelishadi. Narxini qo'yib beraman, chiroyli qilib. Narxi arzisa, kommentga yana bosib yuborasizlar inshaalloh. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, rang ro'ylarini ko'rib turibsizlar. Sifatlari ham yomon emas. Sifatlari ham yomon emas, Eldor aka, maydalari yo'q. Xudo xolasa hammasi yirik. 2 oyda pastda qo'zi yo'q. Xudo xolasa. Yeb ichlarni sinab oldingizmi? Yeb ichi, sog'lig'i hamma yo'q sinovdan o'tdi. Behijob. Kafolat. Kafolatlari bor. Sizlar so'ragan o'sha pul arzonlarda har doim obunachilarimiz kutishyapti. Narx-navolarni eshitib xursand bo'lishyapti. Inshaalloh buni ham narxini bir chiroyli qo'yib bersangiz, obunachilarimiz xursand bo'lib ketsa, Boburjon. Xo'p. Narx-navosinimi? Chiroyli qilib qo'yib beraman, Eldor aka. Hammasini bitta bo'shatsa, meni ishim osonroq bitadi. Shunaqa. Hammasini bitta oladigan odam bo'lsa, 2 million 400 mingdan beraman. Yo, kechagidan qimmat. Nimaga? Joyim ham yo'q, ko'rdingiz. Yo, tushundim. Kechagidan qimmat bo'lib ketadi unda, Boburjon. 2 million 400 dan. Kecha yiriklari ham bor-ku buning ichida.
2 million 300 mingdan qo'yib beraymi? Yana o'tib beradigan joyingiz bormi? Eldor aka, 2 million 300 dan hammasini olsin bar aka. Hech bo'lmasa yana 100. Men ham bir bo'shab olaman. Ha, yana 100 hech bo'lmasa Boburjon. Eldor aka. 22 da hech kim qo'ygani yo'q. Baribir hech kim qo'ygani yo'q. To'g'risi, gap bo'lsa yaxshi. Biz qo'yayotgan narxi uncha munchasi emas deydi-yu. Ya, endi uni qo'ying. Ben sizga bo'ldi. Ona bola hisobida keladi. Bizga ona bola hisobida keladi. 2 million 200 dan bir joyda olib ketishadi, dastavkasini bu yerga. Bar aka. Hurmatli onalar. Qo'chqar sovliq 50 kellik xotirjam chiqadi Eldor aka. Kelib ko'ringlar. Endi buni dona optimga ozmoz farqi. Endi ozmoz, katta emas. Ozmoz farqini qildirib beramiz. Kelib ko'rib bemalol tepasida savdosini qilib ketsalaring bo'ladigan holat. Lekin bir dona ham sotamiz Eldor aka. Bir dona ham. Bitta olgan odam, bitta olgan odam. Meni bilasiz-ku, juda hurmatim cheksiz bitta olgan odamga. To'g'ri. Xo'p, nima qildik? Yakunlaymizmi? Eldor aka, bugunga qo'ylarimiz shular. Bular yana ko'chada baxt turadi bolalar. Ko'rdingiz, joyimiz yo'q. Sotiladi. Kelinglar, inshaalloh ishlaringni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli onalar, qo'ralar 24/7 ishlaydi, telefonlar 24/7 ishlaydi. Meni o'zimdan video chiqishiga telefon qilib qo'yadigan akalarimiz bor edi. Telefon qilsam, uspay qilsam qilaman akalar, sabab juda ko'pchilik so'ragan, bo'lmasa videoni chiqishi bilan xonadonlarga tashrif buyurishlaring mumkin. Videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib. Paddeshkada turganlarda Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar.